video. Tebrikler. Derlemizde şahmat durgan yıldızları, aziz kelin ve kiyolarımızı teklif kılamız. Toylar kolay.
atrofingga o'yla qara, xulosa qil fikr qil. Dard kelganda sabr qilib, vaqt kelganda shukr qil. Assalomu alaykum piru badavlar, otaxonlar. Assalomu alaykum hayot malikalari bo'lgan mo'tabar munisa onajonlar. Assalomu alaykum Rahmonovlar Subhanasini chiroyli to'ylar bilan qutlash maqsadida uzoqdan yaqindan tashrif buyurgan ko'ngillarga payvand bo'luvchi muhtaram aziz mehmonlar. Bugun mana shu mahallani obro' e'tiborli, chiroyli va ko'rkam xonadonlaridan biri bo'lgan tabarruk yoshlarni, ulug' yoshlarni qarshilagan, bir necha farzandlarni oq yuvib, oq taragan. Bugungi kunda sevimli nabiralari davrasida qariyalik yoshlarni sirib, yuzlaridan ziyo, yuzlaridan nurlari taralib turgan onali sanatimizni qolaversa, Rajabgul onamizni, Lolaxon onamizni birinchi navbatda nabira to'ylari bilan qutlab kelyapmiz. Qaynotalik vaqtida muyassar bo'lgan aziz oilamizni, qaynonalik vaqtida muyassar bo'lgan Zulfiya akamiz xonadonida navbatdagi to'y shogirdalari. Bugungi go'zal chiroyli to'y davramizda Rahmonobod sohasini barcha mahalladoshlar nomidan qizg'in muborakbod qilib turganmiz. Azizlarim, yo'q, mamon bozorda qo'ydi. Arzonjoning otalarına, bosh bo'lgan Mo'zabek otalarına, Sobirjon otalarına, Jaljoy otalarına, Rustam degan imom qurish uchun davramizda Obod mahallasi Qonali yo'lga yaxshi niyat aytib bering mollada. Qo'sha qarasa. Mana bugun Rahmonobod so'rovnomasida quvonchli kun. Namozorga Rajab Abdumon nabirasining to'yi. Aziz Maymunning Zulfiyaning farzandi. Azamjon bilan Mirbar xonim ijodiyatidagi ma'lumotlarimiz avvalashgan kezamiz xonalari paxtatgan bo'lsin, taqtatgan bo'lsin, farzandlari ko'p bo'lsin. Lekin niyat qilgan bo'lsa niyatlarni ustida qo'sha qarasizlar. Yillardan ularni qo'shalar pesh ketgan vaqtda shu yerda o'tirgan xatarimizdan kam bo'lmay, shu Alloh taolamiz Rajab Abdumon cho'rib bilan Azimboy ukamizni Zulfiyani vaqti bilan, shu Azamjon ukamiz farzand bilan tabriklab o'tiramiz. Mana bugun to'yimizni chiroyli qilib o'tishdi. Bekzodbek boshchilik qilgan san'atkorlarning xizmatda bo'ladi. Bularning ham boshlari to'ydan chiqmasin, san'at bilan san'at bilamiz. Direktorlarimiz, video operatorlarimiz, oshpazlarimiz, to'yxona ma'muriyatini shu yerda xizmat qilib turgan barchaga xizmatlar uchun yana rahmat aytamiz. Ishini Azamjon ukamiz oshpazlik kasbi bilan shug'ullanadi. Shu yerda ustalar o'tiribdi. Uni ham shu oshpazlarning ham niyati to'y. Ertasiga sandarga xonadonlarga buni ustozlarga rahmat aytamiz. O'zlariga ham ishlarga muvaffaqiyat tilaymiz. Hamisha to'ylarda mazali ovqatlar pishirib yuraversin. Yana bir marta shu Rahmonobod so'rovnosini to'y bilan tabriklaymiz. Azimboyning barcha qarindosh-urug'larimizni, Zulfiyaning barcha qarindoshlarimizni to'y bilan tabriklaymiz. Shu yerda bir Bekzodbekga bir iltimosdan berib qo'yadi. Sarg'usiga ovoz qattiqroq o'tiribdi. Bu yerda yosh kattagina hajm guvohlarimiz o'tiribdi, hajmonlarimiz o'tiribdi. Shuni sal pastroq qo'yib, bir yosh kattalarni bir ko'tarilgili ovozini pastroq qo'yib shuni talab qilamiz. Bu ko'pchilikning talabi. Hozir boshqadan sarmara bo'ldi. Şuan hürmeti için sonundan yaşayışın kattıra qaytaraveradi. Yana bir marta tabriklaymiz, davramiz açık tabriklar qilamiz, rahmat. Siz azizlar uchun muntazir to'ylar muborak bo'lsin.
dilim g'amga to'lganday Majnularam hamroh bo'lganday Shaydo dilim g'amga to'lganday Majnularam hamroh bo'lganday Kerbaloda dashtimda yonganda azob chekdim hijronlaringdan Kerbaloda dashtimda yonganda azob chekdim hicranlarından Kim cahannı zulme duradı Mağrul başlı tağlar kuladı Derya deniz köller tuladı Gözden akan marcanlarımdan Derya deniz köller tuladı Gözden akan marcanlarımdan Yandım ana gözge görünmez Menden özgelerge bilinmez Yandım ana gözge görünmez Menden özgelerge bilinmez Kardam sevişkenler hem nefes ağlam yanar gülhanlarımdan Kardam sevişkenler hem nefes ağlam yanar gülhanlarımdan arzu tilagi Zaripinin maksadı segi Zaripinin aşık yüreği Okup gördüm destanlarından Zaripinin aşık yüreği Okup gördüm destanlarından Şeyda dilim g'amga to'lganday Majnularim hamroh
bo'lganday shaydo dilim g'amga to'lganday majnunlarim hamroh bo'lganday Kerbaloda dashtimda yonganda azob chekdim hijronlaringdan Kerbaloda dashtimda yonganda azob chekdim hicranlarından azob çektim hicranlarından azob çektim hicranlarından Hammaning uyida to'ylab olsin. Sog' salomat yuringlar. Maydonda yurganlarning ham uyida to'y olsin. Kelinglar, to'y olsin. Keling. Men bulup garipce birme azar Garip şirdin bular Huda biladi Şundaylar bar seni yolların tosar Bular kanday bular Huda biladi Aşkınlar kübrak ister dünyani Balık ister suya dolgan deryani Aşkınlar kübrak ister dünyani Balık ister suya dolgan deryani Bular için kıbladır dört tamani Kayyanda Türkler Huda biladi Bular için kıbladır dört tamani Kayyanda Türkler Huda biladi Her zamanda başımız olay aman Öz ecrini alar yakşıyı yaman Kaçan alar yenem Huda biladi Öz ecrini alar yakşıyı yaman Kim yakşı kim yaman Huda biladi Ay bulunla çar
işlep aytsan Xudova rahmat keler yenem Xudo biladi. Atahandir her demeye şükür kıl. Allah'tan baktına bunu zikir kıl. Şiirin canın aziz tenden çıkar bil. Kaçan çıkar bunu Xudo biladi. Şiirin canın aziz tenden çıkar bil. Kaçan çıkar yenem Xudo biladi.
kim yetti, kim yetmedi. Bir ömür şadlık baktına, kim yetti, kim yetmedi. Fani bu dünya taktına, kim yetti, kim yetmedi. Bir ömür şadlık baktına, kim yetti, kim yetmedi. Salmay kulak söhbetine, kirmesler atıktına. Kılıp zar ana bağrına, kim yetti, kim yetmedi. Salmay kulak söhbetine, kirmesler atıktına. Kılıp zar ana bağrına, kim yetti, kim yetmedi. İnsan şanını buğuzlap, alma şifa bayılık izlap. Dertke devam olmur gözlap, kim yetti, kim yetmedi. Bayılık girse ger koluna, ten görmez dostunu yoluna. Ağır günde dost kadrına, kim yetti, kim yetmedi. Bahilik kirse Bir durma. Siz ama sürtmesiz. Qaysi aqtiq buların? Bu kimi qizi bu kichkina? Mana shu yerlar kabi Azamjon meni patron hayotlarimiz shirin bo'lsin. Shampanskiy vinolar kabi hayotimiz tiniq bo'lsin. Bir-biridan asal, bir-biridan go'zal, shirindan shahar farzandlarining mehribon onajonimiz. Albatta, Baxtiyor onasi qo'liga egani bor, samimiy niyatdan tilab qolamiz. Albatta, Rahmonulloh Slovassona Olanazar otamizni, Rajabgul onamizni bugungi nabira shodiyomalari bilan muborakbod qilish uchun Olanazar otamizni eng yaqin aziz do'stlari nomidan daramizda elimizni faxri bo'lgan, yurtimizni tayanchi bo'lgan. Albatta bir necha yillar bo'lgani xalqimizning yaxshi yillarida biyillar xizmat qilgan aziz akaxonimiz Oltinko'l mahallasi oqsoqoli Mustafoy akamiz Bobojonov davramizda. Mustafoy aka to'y tabriklarini deb qutlovlarni sizdan tinglasak. Aziz asrimizning aziz ollari, aziz insonlardan so'raydi qadrin, fursat g'animat deb shohsandirlarni, besamoq chog'idir umr daftarida qamat. Arkadaşlar, iyi başlar.
uzaq yaxından deyən mehmanlarımız mənə bir gün acayip düşündüğüm bir hürmete sazava olan Abdullah Yetikalı kanalında Sulala beklerinde analize eden mikrofonlar özlerinde acayip terbiyesini veriyen şu belediyeye gittiğinizden namazın bayrağı Zülfiyar kanalında acayip ürünler koyduğum şadırlarından tamam şeklinde cevap tutmaz. Evvela analizede siz başımızda bütün bu aile sahiplerine, anne babalarına, belki efendilerine, şu külüne mübarek bakmamız ve şu azimma yüklemeniz, bu bakanlar, arzu niyet kılıp, akıyor, aklara, büyük günde şimdi bir bayrağı yükledir. Mehmet'te toylarını beğenmeyenler, kuşu koyun, konservatör denizlere yaşar, bazı sahne kurduğumuz İlahi Çocuk arasında özlerinden köpeşinler şu ilahi yurda nefri faydası zürriyetlerinin zürriyetlerinin şu sularına bağışma zürriyetlerinin dünyaya getirsinler değil onların şu aileleri bugünden başka mümkün müstehkem bir aile olsun yakşı yakın günlerinden irtidaş olan türlerinin kulak fazla ama şu bir yaşlara gelip şu anlamda gelen şeyler olsun özlerinden dinleri olsun şimdi öğretmenlerinin oturuşturuşuna sürekli yine derslerine yazıp edenler nazı nimetler şükürlük mazeret bir içer şu onların şehrine hemen yakışmaya istekleri yapmamız Allah'a şey yakşı günlerinde programda şimdi bunlara da yaparlı programda yine ki şu iş programda siz başkanlara bütün ve farklı sorular tecrübeler ve yapışmasına sinirlerinize yurtumuzun konuşmasına musaffa olsun hem benim de karşıladığıma bereket versiniz ve şu anıdan hem çok doğru olsun hem benim de yaşlı gün olsun hem mutlu mübarek olsun. Yasamlı olalı bulundu. Molla atamız Qadamboy atamız davramizda to'y tabriklarini Qadamboy ata sizdan tinglasak. Olmasam gar ko'nglim to'lmas, otam onam duosini, olmasam gar yo'lim bo'lmas, otam onam duosini. Chiroyli davramizga xush kelibsiz. Rahmat, assalomu alaykum, taxtlar. Rahmanimizning son ko'rganasi, qaysi ko'rganasida Obod mahallasining Xudoga minnatdor kamtarlik namunali ibratli baxtli oilasining yaxshi kuniga kelib qoldi. Avvalambor bu ustozlar mehmonlarning hammasi muhtaram prezidentimizning respublikamizga shukurli barnamasi bo'yicha konsepsiyasi asosida respublikamizning ziyoratgohlariga borib, Qur'on bilan birgalikda ziyorat qilib boramiz. Ben özüm nomidan, bu yerliklerini ziyaretçiler nomidan, Allah'a nomidan, bütün kamera sorularını, program taşılarını, ziyaretçiler nomidan tanıtıyım. Allah'ım şu tanıtlar, köşkelerden bize tanıtın, bu ziyaretini tarzatları çok olsun, nikahları der devam istekçak olsun. Muhtemelen tanıtıyımızın arzuları, aile bölümümüzü, müstakil devletimizin bayraklarını doyma talepleri kitabı bir nasip kılsın. Hamdalarimizin yanında var, bizim to'ylardan tabriklar. Rahmat. Gelişken, albatta yana beşik to'ylarida gelip chiroyli tilaklar bildirish sizday aziz qadrdon do'stlarni o'ziga nasib aylasin. Alloh nazoratda to'ylar muborak bo'lsin. Azizlarim, chiroyli tilaklar Azamjon uchun. Eng yaxshi niyatlar Nilofarxon uchun. Kelin va kuyovlarimizni bugungi shodiyona ayyomlari bilan albatta qaynotalik vaqtida muyassar bo'lgan Azimboy akamizning sinfdoshlari kollektiv nomidan Madiyazov Umidjon akamiz davramizda to'y tabriklarini Umidjon aka sizdan tinglasak. Albatta sinfdoshlari Şu to'y bilan Azimboy akani, Nazar akani, Recep Babani tabriklaymiz. Narsalarimiz baxtli bo'lsin. O'g'il beshik bo'lsin, yurti ziyorasi. Ajoyib havosini ajoyib bayramlar etsinlar. Ozarbayjonimizga kecha o'tgan 50 yil yubileyini tabriklaymiz. Uzoq
nasip etsin. Sınıftaşlar namından en mübarek tebrikimiz. Rahmet, sağ olun, selamet olun. Bugün biz dünyanın çıkarları, dünyanın doyduğumuz eken, gereken hizmet ediyorsun, hoş geldinler, teşekkür olsun. Bakmamızlar. Dadamizga ziddiyatkasi sinf boshlari kayinli imomima Sulton Boyog'i chiroyli tayyorlaringiz. Ötekeneyi. Ezgiboyga to'ylar muborak bo'lsin. Ilohim yarasini sizni bir chiroyli nabiralaringiz bo'lganda sog'lik, saodat, nabiralaringizni besh to'ylarga kelib, mana sinfdoshlarimiz yana chiroyli tilaklar bildirishar, nazarimiz egasi doyasi, zurriyatlar bilan qo'shar qilib, hoji ota, hoji akam bo'lib, shu farzandlaringizni baxtli, jamoli to'ylari Ezgiboyga sizlarga bir bor muborak bo'lsin. Xonadorimizdan bir necha marotaba xizmatlarga kelganmiz, endi kelsak besh to'ylarga kelamiz. Muborak bo'lsin to'y. Gülmeden
Olanazar otamizni, Rajabgul onamizni nomidan Shifnazar og'amizga chiroyli salomlar taqdim qilinadi. Shogird to'ylari Shifnazar og'a muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun yaxshi kunimda to'yda o'tamiz. Allohga tabriklayman. To'ylari bilan sizdan shu to'yni tabriklayman. Yoshlar baxtli bo'lsin. Yakirakda bir rasm olib bering. Yakirak rasm olib bering. Elimizde yurtimizda xizmatini yurtdi. Hammalardan mamnun bo'lsin. Sog' salomat shu yerda baxtli bo'lib, saodatli bo'lib, shu xizmatimizga sizlarga xizmat qilib, hamisha shu xizmatdan rahmat eshitish nasib etsin. Sanatchana bering, sanatchi ol. Sanatchan, mikrofon tutib oladi. Avloshga qo'yaman lekin nima? Qani yakirak turganlar? Qani, qarabaringlar qani? Yakirak hammang. Azim aka. Qani hammamiz qarab turamiz. Yeramir. Ezamja ustalarning bilan bir turba. Alazar aka barakashib turibsiz endi. Bunday turib azza 1 minut. Tushunchil bering. Adden dur. Katta rahmat Shifnazar og'am, sog' bo'ling, salomat bo'ling, shogird to'ylari shogirdga borsa muborak bo'lsin. Albatta to'ylarimizda, to'y bayramlarimizda bir chiroyli lazzatlarni Hoy tayinlaring axir. Hoy tayinlaring axir. Sharafli gap egalari. Shifnazar akamizni bugungi shogird to'ylari bilan, albatta Azatjon to'ylari bilan, shogird ustoz an'analari Azatjon aka sizga muborak bo'lsin. Baxtli bo'ling galing bilan qo'sha qarib, Olanazarda to'ylar yana bir hamisha baxtli bo'lsin. Eng yomon kuni shuning bo'lsin. Iloyim ko'ngillarga sig'ancha farzandlari bo'lsin. Shu kelgan galingiz ham og'ama, yengama xizmat buyursin. Yana qarab. Murod maqsadga yetib yurganlar Xudoyim hamisha. Yana qarab kel. Katta rahmat Zaynabjonimni. Gözlaringiz oydin, Rajabgul ona, oqtib galing to'ylari sizga muborak bo'lsin. Azamjonni baxti taxti muborak bo'lsin. Ilohim Nilufrxon bilan birgalikda qo'shiq qaranglar. Eng kamida sizni yoshingizni bergay, sizlarning martabalaringizni bergay. Albatta Olanazar opam bilan bir necha yillar bo'ldi, bir yostiqqa bosh qo'yib, ajoyib farzandlarni ulg'aytirib kamolga yetirdingiz. Ajoyib sog'liq nabiralarni sevgili onajonim bo'ldingiz. Hoji ana bo'lmaysiz 9 oydan keyin sizni chegara to'ylari bilan qutlab kelganmiz. Xudolarimiz ilohim 6-5 olib keldik. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Onaning tarifi yo'q, mehri boshqacha. Kimsa hamki hatto 90-100 yoshgacha ona bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab. Tunu kun Xudodan baxtimiz so'rab, onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab ona bor hayotda yashash boshqacha. Odamda martaba obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlab pul bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor hayotda yashash boshqacha. Onajonim bor hayotda yashash boshqacha. Onangiz umriga umr tilayman. Bir umr tugalmas baxtni tilayman. Onasi yo'qlardan uzr so'rayman. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Onajonim bor hayotda yashash boshqacha. Rajabgul
Akbar baba.